Salom akalar, o'sha arqamda 75 yillik mashina. Buni sekin yechintirishni boshladik. Hop, mana oldi mordani yechib tashladik. Motor qoldi. Motor shu 402 motor, Volgani motori. Oldilarni sekin yechishni boshladik. Ham ehtiyot qismlarini olib qo'ydim. Mana yuvib, toza qilib chiroyli qilib qo'ydim. Ko'rishlaring mumkin. Hop, bu tomonda qilingan ishlar ijidi yechdim. Mana qarang qalinligini. Bronirованный qilsa ham bo'ladigan mashina ekan, ammo hop, eng qiyin ishi mana shu petlar bo'ladi. Mana shu petlarni bir nima qilib mana bu yerga chotga ochilib yopiladigan qilib begirovka qilib qo'yish kerak bo'ladi. Hozircha qilingan ishlar shu akalar. Mana bakni ham yechib qo'ydik. Hop, keyingi ishimiz motorni yechib, baqa chiqarib olib, keyin yana chiroyli qilib joylarini kraska qilib, motorni ham boshqatdan zo'rlab remont qilib joyiga qo'yamiz. Xohlasa qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi akalar. Sog' salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.